19300 ga GX. Shu 19 ga tushib ketdi mashina. Akam, bu legenda kuzovdan biri. Legenda. Gap so'z yo'q bu mashinaga. GX minib yurasiz, mazza qilib. Paytida 30 000, yaqinda ham 25 000 dollarlarga 2005lari chiqarib turibmiz o'zimiz ham. Gaz benzinoviy motorda, 4.7 ob'yomda, tomli siniy svetlarda 2005-yilgi GX. Paroglari qaralgan. Tonirovkani beradimi bilmayman. So'rab ko'rasiz egasidan. Elektropaket, pamять сиденья, firmenniy akustika, plovshey сиденья, nakitkali seri chexol, seri kojinniy salon, lyuklari bor. 4 vd управленияsi bor, multi-rul, monitor, plovshey rul, derivanniy akoprintlarda qop-qorasidan. Akam 19700 dedi. Narxini kelishvorasiz. Men adashib ketyapman, cho'tachi. Hali ish bor joyda kamchilik bor, charchoq ham bor. O'ziga yarasha Rozani kunida akam narxi yomon emas. Egasini nomeri ekran pastda. Srujniga telefon qiling. Mashinani sodalashib olvormasak bo'lmaydi. GX bo'lsin, Lexus'da bo'lsin, 4.7 gaz benzinoviy bosamiz.